Avvalambor assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filialining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi Murtazoyeva Yulduzman. Bugun oilada bola tarbiyasi mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuni 3 ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi reja shaxsning oila muhitida va jamiyatda shakllanishi. Ikkinchi reja oilaning bola tarbiyasida xalq milliy an'analardan foydalanish. Uchinchi reja oilada bola tarbiyasining o'rni. Demak, oilada bola tarbiyasi. O'zbek xalqining buyuk shoiri Alisher Navoiyning quyidagi she'riy parchasi bilan boshlasak. Ulcha erur tifilg'a shoyista ishq. Bilki kichiklikda erur parvarish, qadrag'a chul tarbiyat etdi sadaf, el boshiga chiqquncha topdi sharaf. Tifil, ya'ni bolani kichikligida parvarishlash, ya'ni tarbiyalash kerak. Sadaf qatoriga kirgan qatra, ya'ni dur odamlarning boshida turish sharafiga muyassar bo'ldi. Xuddi shuningdek, ota-ona go'yo saodat, bolalar esa ularning bag'ridagi qatra durlardir. Alisher Navoiy asarlarining hozirgi kunga qadar o'z mavqeini yo'qotmaganligining sababi hozirgi kunda ham dolzarb mavzularga aylangan mavzularda o'z so'zini ayta olishdadir. Shu qatori bu she'riy parchada ham Alisher Navoiy bolani yoshligidan tarbiyalash kerak. Agar siz qancha bolani tarbiyalashda erta boshlasangiz, o'shanda u qatradurlarday yetishib chiqadi deb ta'kidlamoqchi. Oiladagi sharoit, oziq-ovqat va jihozlar ta'minoti, o'zaro munosabatlar, er-xotin, bobo-buvi, qaynona-qaynota, aka-uka, opa-singil, tog'a-amaki hamda boshqa qarindoshlarning bir-biriga muomalasi, oila a'zolarining birgalikda ishlashi, dam olishi, adabiyot, san'at, ilm-fan va sport bilan shug'ullanishi, daromad va ruhiy-ma'naviy hayotlar, qo'ni-qo'shnichilikning aloqalari, mahalladagi to'y-ma'rakalarga qatnashish va hokazolar oila muhitini tashkil qiladi. Oilada muhit, oila muhiti axloq-odob, madaniyat qoidalari asosida tashkil topsa, bola shaxsining to'g'ri shakllanishi uchun shart-sharoit yaratilsa, bunda oiladagi bolalar to'g'ri kamol topadi. Oila muhitining ahamiyati shundaki, boladagi tabiiy iste'dod qirralari dastlab shu yerda ko'zga tashlanadi. Insonlarga bo'lgan tabiiy iste'dod yog'ochdagi yonish xususiyatiga o'xshatiladi. Yog'ochga o't qo'yilmasa, yonmaydi. Bu Kayla va Din asarida keltirib o'tilgan. Binobarin, bola iste'dodining yonishi oilada qancha erta boshlansa, shuncha yaxshi. Ya'ni bolani tarbiyalashda, bola iste'dodining rivojlanishida oiladagi muhit, ota-onaning bo'lgan e'tibori juda muhim hisoblanadi. Biz bolalarimizga qancha erta e'tibor bersak, ularning iste'dodi ham xuddi shunday erta rivojlanadi va kamol topadi. Bunda oila muhitining o'rni juda katta. Oiladagi muhitda bola tarbiyalanadi va shu ruhda kamol topadi. Siz oilada qanday munosabatda bo'lsangiz, qanday xarakterga ega bo'lsangiz, bolangiz ham xuddi shunday qilib kamol topadi. Shu o'rinda bir rivoyatga yuzlanmoqchiman. Bir kishi yo'lda ketayotganda bir qari kishini keksa kishiga yosh yigitning baqirayotganini eshitib qoladi va taajjublanadi. Va u yosh yigit esa bu kishini ko'rib uyiga kirib ketadi. Qari kishining oldiga borgan kishi, sizga bu kim bo'ladi? Nima uchun sizni bunday haqoratli so'zlar bilan haqoratlayapti deb taajjublanib gapirganda, qari kishi, qo'ya qol, sen e'tibor berma bunga. Men ham vaqtida otamga shunday muomala qilganman. Bu esa mening o'g'lim. Endi otamga qilgan muomalam o'g'limdan qaytyapti deb afsus chekib gapiradi. Bundan nima xulosa chiqarishimiz kerak? Biz hozirgi kunda ota-onamizga, oiladagi boshqa a'zolarga qanday muomala qilsak, bola ham xuddi shunday qush uyasida ko'rganini qiladi kabi, xuddi shunday tarbiyalanadi va kamol topadi. Sizga va bizga erta xuddi shu muomalani qaytaradi. Shuning uchun oiladagi muhit juda katta e'tibor berish kerak. Inson oilada dunyoga kelgani bilan jamiyatga aloqadordir. Forobiy fikricha, insonning va jamiyatning g'alabaga erishuvi, yaxshilikni qo'lga kiritishi, axloqiy va aqliy mukammallikka erishuvi inson va jamiyatning o'z qo'lidadir. Tabiiy boshlang'ichlar ta'sir ostida kamol topib, insonga aylanishiga kifoya qiladi. Chunki inson bo'lib, insoniy kamolotga erishish uchun so'zlash va kasb-hunarga muhtojdir.
O'z-o'zidan ma'lumki, bu ehtiyojlar jamiyatda qondiriladi. Shaxs jamoada, jamiyatda mehnat qiladi. Jamiyatning kichik bir tabiiy hujayrasi bo'lgan oilada yashaydi. Shaxs oila jamiyatning muhitida shakllanadi, kamol topadi. Jamiyatning qanchalik rivojlanganligi oila farovonligida, shaxsning kamolotida ko'rish mumkin. Yoki shaxsning barkamolligi, oilaning to'la to'kisligiga qarab jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, ma'rifiy, axloqiy ahvolini bilish mumkin. Zero shaxs, oila, jamiyat munosabatlari o'zaro mustahkam bog'lanadi. Ya'ni bola kattaygan sari oilada tarbiyalanadi va kattaygan sari uni atrofidagi odamlar ham unga ta'sir o'tkaza boshlaydi va shu atrofdagi odamlarning harakatlari, e'tiborliklari, xatti-harakatlari ham bola tarbiyalanishida muhim rol o'ynaydi. Xalq axloqiy qadriyatlar, qimmatli an'analar ijodkori. Xalq qadriyatlar va an'analarni o'zining ozodligi uchun olib borgan kurashlardan mardonavor ijod qiladi. Ularni tolmas mehnatda, chet el bosqinchilari bilan qilgan janglarda qadrlaydi va e'zozlaydi. An'analarning ijtimoiy, siyosiy, axloqiy, ma'naviy mazmuni turli tarixiy davrlarda, ayniqsa keskin kurashlarda yaqqol ko'rinadi. Ommaviy xalq harakatlari, inqilobiy janglar avj olgan davrda ham kishilar ijtimoiy qiziqishlar bilan yashaganlar. Yuksak g'oyalar bilan kurashgan vaqtlarda ham an'analar tarkib topgan. Ya'ni bu yerda oiladagi muhitda an'analarning bo'lgan munosabatini haqida so'zlashamiz. An'analar o'zi nima? Shunday qilib, an'analar o'tish, berish degan ma'noni anglatadi. An'analar tasodifan vujudga kelmasligi, balki yillar mobaynida tarkib topishi ma'lum. Demak, an'analar ko'p marta takrorlanadigan va ajdoddan avlodga o'tadigan muayyan qarashlar, e'tiqodlar, didlar, xatti-harakatlar, normalar va qoidalar, ishlar va hodisalardir. Biz an'analarning yashashning asosiy sharti ularning saqlanishi va uzatilishidir deb hisoblaymiz. An'ana ko'p qirrali, murakkab hodisa hisoblanadi. Dini turli belgilarga ko'ra tasniflanishi mumkin. Urf-odat va an'analar o'zi nima? Ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi degan savollarga javob topsak, bularni aniqlashning muhimligi shundaki, mavjud adabiyotlarda mazkur muammolarni yoritish bo'yicha juda ko'p chalkashliklar kelib chiqqan, ayrim tushunchalar aralashib ketadi va hokazo. Masalan, o'zbek tilining izohli lug'atida odat so'zi muayyan xalqda qabul qilingan an'analar, shakllar deb, bir odam tomonidan qabul qilingan usullar, harakat tarzi, tamoyillari deb izohlanadi. An'analar esa tarixan tarkib topgan va ajdoddan avlodga o'tib kelgan marosimlar, axloqiy normalar deb ta'riflanishi mumkin. An'ana tushunchasida muayyan marosimlar, urf-odatlar, axloq qoidalari birlashadi. An'ana o'ziga xos integratsiyalangan va ahamiyatli hodisa bo'lib, unda avlodlarning ijtimoiy hayotga bog'liq tajribasi umumiy shaklda aks etadi. An'ana qadriyatlarning tarkibiy qismi bo'lib, u ijtimoiy va madaniy merosda uzoq davrlar mobaynida saqlanadi, keyingi avlodlar tomonidan qabul qilinadi va yil davomida yangi elementlar bilan boyib boraveradi. Binobarin, an'ana muayyan marosimlarga, urf-odatlarga qaraganda ancha keng va umumlashgan hodisa hisoblanadi. Marosimlar haqida gaplashsak, marosimlar an'ananing badiiylashgan ramziy belgilar, obrazlar, musiqa, raqs, qo'shiq, publitsistik, badiiy so'z vositasida anglashilgan muayyan g'oyalar, axloq normalari shaklidagi ko'rinishidir. Marosim bir necha rasm-rusumlar, udumlar zanjiridan iborat. U an'analarning tantanali badiiylashgan qismi bo'lib, ommaviy harakatlar yig'indisidir. Marosim urf-odatning vazifasini ado etishda qodir emas. Uning balki biror bir qismi boshlanishi, kulminatsiyasi yo tugashidan namoyon bo'ladi. Shu bois urf-odat keng rejali xatti-harakat majmui bo'lsa, to'y marosimlar, armiya safiga chiqarilish va hokazolar. Marosim ana shu tantanani o'tkazish payti badiiylashgan qismi hisoblanadi. Bayramlar kishilarning xususiy va jamoa bo'lib hayot kechirish sharoitlarining yig'indisi bo'lgan tarixiy ijtimoiy taraqqiyot jarayonida yuzaga kelgan, o'zida ideallarni, estetik ehtiyojlarni ifodalagan an'analar va urf-odatlarning muayyan shakldagi tantanali ko'rinishidir. Bayramlar
jamiyat, davlat, ijtimoiy guruh, oila hayotidagi biror muhim va quvonchli voqeaga bag'ishlangan kundir. Bayramlar bir qancha elementlarni o'zida namoyon qilib, siyosiy tadbirlar, masalan, tantanali majlis, ilg'orlarni mukofotlash, o'ziga xos odatlar, xalq bayramlari, mehnatkashlar namoyishi, oilaviy tantanalar, qarindoshlar, do'stlar uchrashuvi kabilarni zanjiridan iborat. Demak, hammasi oilada xalq marosimlarini, bayramlarni, an'analarni o'rni juda katta hisoblanadi oila muhitida, bola tarbiyasida. Masalan, biz o'zbek xalqi juda mehmondo'st xalq hisoblanamiz. Bizning bolalarimiz ham bu ajdodlardan avlodlarga o'tib kelgan hodisa. Bizning bolalarimiz ham shu shaklda kamol topadi va shu mehmondo'stligi hozirgi kungacha saqlanib kelgan. Oilada bola tarbiyasining o'rni. Bola shaxsini kamolotga yetkazish uchun oiladagi tarbiyaviy jarayonni pedagogik madaniyat asosida tashkil eta olish juda muhimdir. Pedagogik madaniyat nima? Pedagogik madaniyat bilimlarni bolani klassik va zamonaviy pedagogik bilimlarni bilgan holda zamon talabi asosida tarbiyalashdir. Ota-onada pedagogik madaniyat o'z-o'zidan hosil bo'lavermaydi, balki unga tarbiya bilan jiddiy shug'ullanish, izlanish, o'qish, tajriba orttirish orqali erishiladi. Oilada bola tarbiyasini rejimdan boshlash. Rejimni bolaning yoshiga qarab belgilash lozim. Rejimga o'rgangan bolada tartiblilik, intizomlilik hislatlari tabiiy ravishda rivojlanadi. Shuningdek, uni tozalikka o'rgatish kerak. Bu tarbiyaviy omillarni amalga oshirishda bolaning jismoniy rivojlanishiga, chiniqishiga ham e'tibor berish juda lozim hisoblanadi. Bola tilga kira boshlashi bilan nisbatan murakkab tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish kerak. Ya'ni bola tarbiyasida bosqichma-bosqich hamma ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak. Bunda bola shunda tartibli, intizomli, tozalikka rioya qiladigan bo'lib yetishadi. Bolani tarbiyalashga bola yoshiga ham juda katta e'tibor beriladi. Shu kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Ota-ona sinchkov psixolog, nozik didli pedagog, bolaning kelajagini yaratuvchi bashoratgo'y bo'lishi lozim. Agar ota-ona boladagi iste'dod kurtaklarini o'z vaqtida sezib, ularni rivojlanishiga sharoit yaratib bersa, bola shaxsining kamol topishiga katta yo'l ochadi. Boladagi iste'dodni qanchalik kamol topishi yoki qanchalik so'nishi bu ota-onaga bog'liq. Ota-ona shunda sinchkov psixolog bo'lsa, pedagog bo'lsa, qanchalik sinchkov bo'lsa, bolasini iste'dodini shunchalik rivojlantiradi. Ota-onaning o'z xulq-atvori hal qiluvchi eng muhim narsadir. Bolani faqat u bilan gaplashganda, nasihat qilganda yoki unga biror narsa buyurgandagina tarbiyalayman deb o'ylashi kerak emas. Siz bolani turmushingizning har bir daqiqasida, hattoki o'zingiz uyda yo'qligingizda ham tarbiyalaysiz. Qanday qilib? Sizning kiyinishingiz, boshqalar bilan va boshqalar haqida qanday gaplashishingiz, xursand bo'lishingiz yoki tashvishlanishingiz, do'st va dushmaningiz bilan qanday muomala qilishingiz, kulishingiz, gazeta o'qishingiz, bular hammasi bola uchun katta ahamiyatga ega. Gapingizni ohangi sal o'zgarsa ham bola uni darrov sezadi, darrov payqaydi. Bola fikridagi hammasi o'zgarishlarni har xil yo'l bilan bilib oladi, lekin o'zingiz bundan bexabar bo'lasiz. Ya'ni oila muhitidagi kichik bir detallar, kichik bir narsalar ham bola uchun e'tiborli hisoblanadi. Biz shu kichik bir narsalarga ham bola tarbiyasida juda katta e'tibor berishimiz kerak. Oila tarbiyasida katta-kichik masala yo'q. Shuning uchun ovqatlanish, muomala, yurish-turish, kiyinish, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilish, televideniya, radio eshittirishlardan foydalana bilish, ko'pchilik orasida o'zini tutish, kattalarni hurmat qilish, o'rganish, bola shaxsining kamol topishida birdek ahamiyatga ega bo'lgan ishlardir. Xullas, har bir ota-ona bolaga tarbiya berish borasida o'zining pedagogik madaniyatini yuksaltira borishi, bu juda mas'uliyatli ishga qat'iyat bilan, ijodkorlik bilan yondashishi zarur hisoblanadi.